16-noyabr Xalqaro bag'rikenglik kuni. UNESCO bosh konferensiyasining 1995-yil 16-noyabrdagi 28-sessiyasida qabul qilingan bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi dunyoda tinchlik va totuvlikni ta'minlash, inson huquqlari va erkinliklari ustuvorligini kafolatlash, teng huquqlilik hamda o'zaro hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish yo'lidagi muhim qadam bo'lib xizmat qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining qaroriga ko'ra 1997-yildan buyon mazkur hujjat qabul qilingan sana 16-noyabr har yili butun dunyoda xalqaro bag'rikenglik kuni sifatida nishonlanib kelinadi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad dunyo xalqlarini bag'rikenglikka, tinchlikni asrab-avaylashga hamda ijtimoiy-iqtisodiy farovonlikka erishishga chorlashdir. Ushbu sanani O'zbekistonda nishonlash ham yaxshi an'anaga aylangan. Ayni kunlarda yurtimizda xalqaro bag'rikenglik haftaligi bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston ko'p millatli mamlakat. Zero shu aziz vatan barchamizniki. Bu zaminda asrlar mobaynida turli millat va elat vakillari qo'lni qo'lga berib yelkama-yelka yashab kelmoqda. Yurtimizda millatlar aro totuvlik, dinlar aro bag'rikenglik muhiti hukmron. Xalqimiz odamiylik, insonni qadrlash, mehr-oqibat, bag'rikenglik kabi ezgu fazilatlarni ko'z qorachig'idek asrab-avaylab necha avlodlarga bezavol yetkazib kelmoqda. Ayniqsa so'nggi yillarda mamlakatimiz hayotining barcha sohalarida izchil amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar xalq hayotini, dunyo qarashini, turmush tarzini o'zgartirmoqda. Biz bugungi va kelajak avlod uchun ana shunday bag'rikeng jamiyatni birgalikda quramiz. Keling, hamjihatlik va o'zaro ishonch bilan yashaylik.